Hamzat, siz haqingizda doimo iliq fikrlar bildirgan, ammo sizni katta hurmat bilan tilga olgan yana bir inson bor edi. Habibning otasi. O'sha eski videoni ko'rganmisiz? Keling, mana shunday misol keltiraylik. Jon Jons, Xudoning taqdir bergan sovg'asi. Greg Jeksonning emas. Greg Jekson zarba berish texnikasi bo'yicha yaxshi murabbiy. Bu ikki narsani aralashtirib yubormaslik kerak. Ammo u men bilan birga kurashga chiqa oladimi? Yo'q. Yoki Curtis bilan kurasha oladimi? Yo'q. Men u bilan qo'l jangi sparring qila olamanmi? Yo'q. Har kimning o'z kuchli tomoni bor. Jangni to'liq tushunish va strategiya kerak. Bu 7 qismdan iborat. Men ularni alohida ajrataman. Ammo Jon Jonsni hammamiz bilamiz. U jangchilar orasida birinchi raqamli. Ha, ko'rganman. U men haqimda, u Xudoning bergan sovg'asi deganda. Bunday hurmatli insondan shunday maqtov eshitish men uchun juda katta sharaf. Men uning so'zlariga ishonaman. Men uchun bu so'zlar yanada katta ahamiyatga ega, chunki men nasroniyman, u esa musulmon edi. Va u men haqimda shunday iliq fikrlar bildirgani men uchun katta ahamiyatga ega. Bu haqiqatdan ko'p narsadan dalolat beradi.